plastinkalar qachon alishadi, qachon alishmaydi degan narsa bor. Ya'ni reaksiya qachon boradi, qachon bormaydi degan narsa bor. Mana bu Mendeleyev orqasini ochinglar. Mana bu metallarning elektronaflik kuchlanish qatori degan qator bor. Endi, xo'p. Misol bo'yicha ko'rib ketamiz. Aytyapti, hujayralar qaysilarida ruh ta'sir ettirilsa deyapti. Qanday jarayon o'zgaradi deyapti. Demak, kumush nitratga ruh qo'shaman, to'g'rimi? Reaksiya boradimi, yo'qmi? Birinchi shuni tekshirib olish kerak. Agar metallarning kuchi bor, ya'ni kuch o'ngdan chapga ortadi. Tushundingmi? Chapga, ya'ni eng passivlar bu yoqda o bir metallarni uchga bo'lib berdim. Aktiv, o'rta aktiv, passiv. Esingizmi? Xo'p, passiv metallar chap o'ng tarafda, aktiv metallar chap tarafda. Demak, metallarga o'nglik bor, ha, mayli. Qo'shib chiqqan. Xo'p, demak, kumush ruh kumushdan kuchlimi yo'qmi? O'shani tekshirish kerak. Ha, kumushdan. Kumush ko'rsanglar, kumush passiv, ruh o'rta aktivda turibdi. Aha, topolinglar. Demak, passivni kuchli chiqara oladi. Demak, bu yerda reaksiya boradi. Tushundingizmi? Ha, o'zi qaraladi. O'zi mashinaga qarash kerak, ha. Endi bu yerdan ruh nitrat plus kumush chiqadi-da. Men 65 qo'shib 216 olman. Ortadimi, kamayaptimi? Ortadi. Demak, birinchisi ortadi. Sen ben olaman. İkincisi temirga sulfat. Temir sulfatga ruh. Reaksiya bo'ladimi yo'qmi? Shu tekshiraman birinchi. Boradi. Xo'p. Ruh. Da, mana ruh beta turibdi, keyin ruh, xrom, gali, keyin temir turibdi-da. Bu o'ng chaproqda. Demak, bu kuchliroq. Demak, reaksiya bo'ladi. Ruh sulfat plus temir olyapti, 65 qo'shib 56 olma. Ortadimi, kamayaptimi? Kamayapti. Demak, 2 uchinchisi. Ha? To'rt. Marganes. Marganes, xo'p, marganes holda turibdi. Reaksiya bo'ladimi, yo'qmi? Bormaydi, chunki marganes ruhdan kuchliroq. To'rtinchisi. Marganes nitrat turibdimi? To'rtinchisi. Ha. Shuning uchun reaksiya bormasa, bu yerda plastinka reaksiya bormayotganda hisobiga o'zgarmaydi. Tushundingizmi? Demak, to'rtinchisi S bo'ladi. Javob B bo'ladi. Tushundingizmi? Bir xil paytda reaksiya bormasligi ham mumkin.